pudana deymiz-ku, o'shalar bilan tanamizni ursak, shunaqangi terilarimizdagi xohlagan dard ham birato'la chiqib ketadi-da. Mana hammomning ham bizaga berilgan shu darajada kuchli anaqalari uchun nasihat berilgani bejizga emas. Podshohga Arastuni nasihatlarini biri 8-si mana hammomni qay darajada tanadan rutubatni, aynan balg'amni tozalashi. Tanamizdagi tuzlarni eritmalarini, qotgan tuzlarni eritib, tanamizdan butun sog'lig'imizni isloh qilishi haqida. Endi 9-nasihatlari shuki, hayotingdagi eng muhim bosqichlardan biri salomatlikdir. Shunday bo'lgach, umringni shahvatparastlik, jinsiy aloqaga bag'ishlab yuborma. Har ishda maishatingda ham bisyor bo'lsin. Ya'ni o'sha nimalar ham o'ta ko'pi ham qay darajada tanani sovutib yoradi, kuch-quvvatni oladi. Bularni ham hatto sunnatga muvofiq me'yorida buyurilganmiz. Ular ham kitoblarda, hamma manbalarda keltirilgan. 10-nasihat shuki, oqil kishi bo'lib, navbatdagi nasihatimga quloq sol deyaptilar. Tanangda balg'am paydo bo'lsa, uni bartaraf qilish chorasini ko'r. Qayd qilib, yo'q, hozir chalg'ib ketamiz. 10-nasihatlari, so'nggi nasihat deyaptilar. Erta kunda kuchdan qolib, azamat qadding bukilib qolib, turli xil og'ir dardlarga mubtalo bo'lganingni bilmay qolasan. Basharti o'zingda zaiflik, ya'ni kam quvvatlik sezsang, darhol uning davosi bilan mashg'ul bo'l. Beling baquvvat bo'lsa, tani joning salomatligidan nishonadir. Sen azamat yigit bo'lganing holda yoshi katta ayollar suhbatidan o'zingni saqla. Hech ilojing qolmagan taqdirda bunday holga duch kelsang, nafsingni tiy. Ammo bu hol odatga aylanmasdan mutlaqo o'zingni uzoq tut, yaqinlashma, chunki kuch-quvvatingga, sog'ligingga tez ofat yetadigan mana shu nima deydi, yoshga mutanosib bo'lmagan yaqinliklar. Men senga 10 nasihat bayon qildim, sen uni qayta-qayta o'qib, o'z sihatingni muhofaza qilishga harakat qil. Zero tabobat degan ayni damda nasihat qilish ham deganidir. Tabobat degani ayni damda nasihat qilish ham deganidir. Hakimlarning salomatlikni ehtiyot qilish borasidagi bunday nasihatnomalari juda ko'p. Ularni doimo o'qib, hamisha sog' salomat bo'lishga harakat qilmoqimiz lozim. Mana salomatligimizning negizini birgina Arastudan olganimizda qanchasi. Yana bunda sunnatga muvofiq bizlarni Alloh dinimiz nimaga buyurdi? Masalan, bag'ri keng bo'lishga, odamohim bo'lishga, yaxshiliklarni o'ylashga, yaxshiliklar yaratib, yaxshilik taratishga, faqat o'zimizda yaxshiliklar qoldirishga, hammaga go'zal tabassumga, yo bo'lmasa shirin ihsonlarimizning o'zi birgina shirin tabassumimiz vaqti keladi, ihson qil desa, menda ihsonga hech vaqom yo'q deymiz. Sizni shirin so'zingiz ihson emasmi? Sizni tabassumingiz ihson emasmi? Qalbingiz birovga yaxshilik qilganidan shodlanishning o'zi bu ihson emasmi? Bu o'zingizni tanangizga bo'layotgan shifoingiz aslida, o'zi asli. Biza shundan bahra olyapmiz, shundan xursand bo'lyapmiz. Birgina majruh qalbni o'zini ko'nglini ko'tarib qo'yishning orqasidan qancha biza jannatimizni topishimiz hech gap emas. Yo bo'lmasa qancha biza bir nima deydi, million puldan ko'ra katta savobga ega bo'lib qo'yayotganimizni bilmay qolishimiz hech gap emasda. Mana shu shirin so'zlarimiz, go'zal muomalamiz, yaxshilik birovlarga duoyimiz, pinxona qilingan duolarimizni bularni o'zi qay darajada katta yaxshilik, bular aslida o'zimizga avvalo yaxshilik. Chunki birodarimizni duo qilyapmiz, Alloh aytganki, mana o'zingga avvalo bo'lsin, duoing avvalo o'zingga mustajob bo'lsin deyilyapti. Bizdan taraladigan negativ energiya ham o'zimizga, bizdan bo'ladigan yomon fikr ham o'zimizga, bizdan bo'ladigan birovga yomonlik tilashimiz ham o'zimizga, hamma narsa o'zimizga. Chunki shu tufayli bizani tanamiz tosh yig'ib ketyapti. Tanamiz
biz kir yig'ib ketyapti. Tanamizdagi bu salbiy energiya oqibatida kasallanib, majruh tanaga aylanib qolayotganimizni bilmay qolyapmiz. Biza doimo noligan, qachon bo'lsa xafa bo'lgan, qachon bo'lsa noshukurlik qilgan, qachon bo'lsa shugina bir ko'zi ojiza qizni man aylantirib yuribman mashinamda necha soat vaqt ketgan bo'lsa, shu vaqt mobaynida shunaqa chiroyli gaplarni gapiryapti. Vaqti kelsa man chiroyli hamma qatori kiyolmadim. Vaqti kelsa chiroyli narsa yeyolmagandirman. O'shalarda man bolalik qilib xafa bo'libman. Aslida Allohning bergan ne'mati o'sha paytda ekan-ku menga. Man bu dunyo boyligi bilan tanamni go'zallashtirib, odamlarga ko'z-ko'z qilib, man qanchadir foizda naborat o'sha payti menga Alloh marhamatini yog'dirgan ekan. O'sha kiyolmagan vaqtim menga qayta Allohga sevikli bo'lgan ekanman. Hozir bularni anglab yetyapman. O'shaning uchun bu dunyo maddohiga, bu dunyo boyligiga endi bu yog'iga men aldanmayman. Men uchun onamning sog'lig'i muhim. Men uchun tabobat muhim. Ustoz menga ham ana qilasmi? Xohlasang qizim, hozir qo'shilib olman sen uchun umuman bir so'msiz o'rgataman deyapman. Xohlagan ilmingni so'ra, o'rgataman deyapman. Sen shuni narsaga umid bilan jiddiy jahd qilyapsanmi? Meni tanladingmi? O'shaning o'zi menga katta siylov bu. Katta mukofot bu. O'shaning o'zi meni Allohimning o'ziga nima deydi? U dunyoga ajr savob masalan birgina ko'zi ojizalikda Alloh sinov qilib beribdi. Qalbini ojiza qilmadi-ku Alloh. Qalbi uning yuragi faqat ezgulikka tepib turibdi. Ezgulikka urib turibdi. Faqat Allohdan shunaqa yaxshiliklarni so'rayapti. Bu dunyo meni g'aflatda qoldirmasin deyapti. Bu dunyo bilan men mashg'ul bo'lib qolmay, balki shuning uchun Alloh menga sinov bergandir. Meni eng yaxshi davrimdir bu narsa deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana nima uchun men maza qildim. Mana ko'rdi, birda ko'rib fikr qil, birda ko'rib shukur qil. Tanamizdan doimo olamiz. Voy kasalman, voy kasalman. Oldin fikrimizni sog'lomlashtirib olsak, biz doimo sog'lommiz. Biz doimo yaxshilikni o'ylasak, yaxshimiz. Biz har doim birovga duo qilyapmiz, o'zimizga yog'ilib kelaveradi u duolar. Hammasi avvalo o'zimizga. Nimaniki tilagan birovimizga, birodarimizga tilayapmizmi? U o'zimizga. Birovni g'iybat qilib qo'ydikmi, o'zimizni g'iybat qilyapmiz, o'zimizni kimligimizni bildirib qo'yamiz. Allohning oldida, Alloh chunki ko'rib turibdi-yu g'iybatimizni. Birov o'sha insonni asli shaxsiyati eshitmagan bilan Alloh eshitib turibdi har biri hisobida. Har biri sarhisobda taroziga borib savol ana berilganda o'sha g'iybatdan tiyilgan tilimizni o'rniga bitta ilmni olib yo bironta majruh ko'ngilni dilini og'ritish o'rniga ko'nglini ko'tardik, bu qanchalar o'zimizni tanamizga, o'zimizni kelajagimizga savob. Qancha ichimizga yig'layotgan illatni bir baqirib yig'lasang butun dardlaring chiqib ketadi deydi. Bir baqirib yig'lagandan ko'ra, mana bir baqirib yig'lash qanaqa? Birovlarni dilini xuftonga qo'yib yig'lashmas u narsa. Yo birovlarga bir baqirsang chiqib ketadigani birovlarni dilini og'ritib baqirishmas bu narsa. Naborot, bitta jahli chiqdimi, bir shunaqa zavq bilan ishga kirishib keting. Shunaqangi trillatib hamma joyda tozalab tashlang. Uning o'zidan kayfiyatingiz oshib maza qilasiz. Yo bo'lmasa o'sha bitta joyda nimangiz turibdi, masalan, chirigan daraxtingiz bormi, yo boshqangiz turibdi, men erkak kishi bo'laman, ayol kishi bo'laman. Ana o'shalarni qattiq urganimizda o'zimizdan sarflangan haligi ichimizdagi negativ energiya chiqib ketib, tanamiz ham kuchga kirib, qon aylanishimiz yaxshilanib, mana shundan masalan, mayli toqqa borib baqiring yo boshqa birovlarga ozor bermasdan, boshqalarga yaxshi kayfiyat yaratgan holda qilish kerak. O'sha negativ energiyani ham yo baqirib, yo dodlab chiqarish kerak deyilgan joylarga ko'zinglar tushsa, shuni ham yaxshilikka qilishga aqlimiz ishlash kerak. Vaqtida jahlda ham hamma narsani aqlga bo'ysundirib qo'ya bilishimiz kerak. Xullas, mana 1 soatlik ma'ruzam tugadi. Asallarim, Alloh rozi bo'lsin, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mana kasalliklar yilga yosharib ketayotganiga bizda shug'ullanmasak, bugunimizni boy bersak, ertaga kelajagimizni yildan yilga, asrdan asrga majruh, mayib, boqimanda hamma narsada biz og'zimizga qarab, ertaga hozirgi mayli, hozirgi yoshlarimiz hech bo'lmasa ishga borib kelyapti, hech bo'lmasa shu internetda o'tiribdi ekan. Astag'firulloh, Alloh asrasin. Bu ketishda bo'lsa, normal oyog'i yurib turadigan kelajakni dunyoga keltira olmay qolishimizdan qo'rqqanim uchun yildan yilga kasalliklar yosharib ketayotgani, sahrli diabetlar qayerdan
stressdan paydo bo'lyapti. Yurak qon tomir kasalliklari, bo'g'im kasalliklari mana har bir ichki a'zomizni ham ruhan, ham tanan, ham uyqumizni noto'g'ri, ovqatlanishimiz noto'g'ri, gimnastikamiz yo'q. Hammasi bitta buni doimo fikrimiz, o'y xayolimiz, negativ fikrliklari ham kasalliklarda yildan yilga yasharib ketayotgani va bizani momolarimiz qanchalar zo'r ishlagan, hech bo'lmasa bolam anuni qilsang yomon bo'ladi, mana buni qilsang nima bo'la, shuni o'zlari ham gunoh savobligini manba topisha olmagan, lekin ana shayton buni ana qiladi-da, bolam mana buni ana qilsang mana bunaqa bo'ladi deb qaysidir yo'llar bilan xuddi eskilik sarqitiga olib borib qo'yganday, boyagi shirkka chiqarib qo'yganmiz, ana supurgini tikka qilsang unday bo'ladi, bunday bo'ladi deganlarga taqib qo'yilgan narsalarga o'zi aslida o'zgartirishlar kiritilgan. Masalan, supurgi ostonada qolib ketdi. O'shani supurgi ostonada qolishining o'zi o'shani yuvib, tozalab, chetga avaylab olib qo'yishimiz. Aslida supurgi bilan musirni supurdikmi, ostonamizda supurgini qolib ketishi qanchalar uyimizga musir tarqatib turishi, kayfiyatni buzishi, shulardan qaytarganimiz qaysidir yo'lda bizaga noto'g'ri yetib kelganligi, masalan, bombalarimizni o'sha nima deydi, eskilik sarqitiday qilib o'rgatgan nasihatlarini ortida ham o'zi aslida juda katta bizani to'g'ri yo'lga boshlash ma'nolari bo'lgan, bizagacha yetkazib kelingan gaplar, lekin biza nega so'zkashlikka yo'l qo'yapmiz? Nimaga ona bo'lib turib farzandlarimizga, kelajak avlodimizga biza mana shu dinimizning asl negizi bo'lgan tabobatimizni yetkazib bera olmayapmiz? Tanamiz sog'lomligi, tabobatimiz sog'lomligi bo'lmasa ekan, tabobatimiz tarqalmagan ekan, tanamiz sog'lom bo'lmasa ekan, dinimiz rivojlana olmaydi. Aytdim sizlarga mana boshida, yana keyinga kirib kelganlar uchun aytaman, dinimizni qabul qilib, dinimizni butun yo'lida sobit qadam bo'lib, hamma amallarini ruhan ko'tarinki kayfiyatda bajarish uchun avvalo tanamiz sog'lom bo'lishi kerak. Ana o'shaning uchun ham biz dinimizda sutkashlikka yo'l qo'yamiz, keyin Allohning roziligini topa olmaganimizdan keyin bu dunyoga sinovga keldik, behuda sarflab yubordik va biz ertaga qanaqa qilib, ey Allohim, hammamizni ahloilam bilan, birodarlarim bilan jannatingda jamla degan joyida ijobatimizni topa olishimizdan hozirdan qo'rqaylik. Hozirdan faqat duomizda emas, amalga o'taylik. Azizlar, ming bor uzr, qattiqroq dars bo'lgan bo'lsa, sog' bo'lasizlar. Charchadim to'g'risi. Yakshanba kuni dam olish kunim o'zi aytdim sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Masalamiz qilganim bilan. Rosa chiroyli bo'ldi. Gulbahor xon, Alloh rozi bo'lsin. Vaqtlaringizga barakot bersin. Juda ham chiroyli, manfaatli bo'ldi.